بسم الله الرحمن الرحيم. البناية في شرح الهداية. كتاب الطهارات، طهارة لار كتابه. الكتاب والكتابة في اللغة جمع الحروف من الكتب وهو الجمع. كتاب وكتابات لغة harflarni yig'ish ma'nosida bo'lib, u kitbundan olingan yig'ishni anglatadi. Taqulu katabtul bagla iza jama'ta bayna shafroyha bihalqatin aw sayrin. Min kataba yaktubu min babi nasru yansuru wa yaktubu min babi daraba yadribu katban wa kitaban wa kitabatan. Katabtul bagla, ya'ni xachirni bog'ladim deyishing, agar uning ikki labini halqa yoki tasma bilan birlashtirilgan bo'lsang, kataba yaktubu fe'li nasru yansuru bobi va zoroba yazribu bobiga kiradi. Uning masdarlari katban, kitaban va kitabatandir. Wa katabtul qirbata iza kharastaha fahiya kutaybun. Katabtu al-qirbata, ya'ni meshni bog'ladim deyish. Agar sen uni tikib bog'langan bo'lsang, uni kutayba, ya'ni kutaybun deb atash mumkin. Wal kutbatu bi dhammil kharazahu. Wal kutbatu bi dhammil kharazatu wal kutaybatul jaysh. Wa takattabatil khaylu iza ijtama'at. Kutba zamma bilan bu marjon bo'ladi. Kutaybatun qo'shin deganidir. Takattabatal khaylu, ya'ni otlar yig'ilganda ishlatiladi. Wal kitabatu tasvirul lafz bi hurufin hijaiyatin li'anna fiha jam'al hurufi wal kalimat. Kitoba, ya'ni kitabatun, bu so'zni harflar bilan tasvirlashdir. Chunki unda harf va so'zlarni jamlanishi bor. Wal kitabul ardu wal hukmu wal qadar. Kitob so'zi, ya'ni kitabun so'zi arz qilmoq, hukm va taqdir ma'nolarini ham ifodalaydi. Qala nabighatul ja'di ya binta ammi kitabullohi akhrajani ankum wa hal amna'anna Alloha ma fa'ala. Nabigha Jadi shoir shunday degan: Ey amakimning qizi, Allohning qadari meni sizlardan chiqardi. Men Alloh qilgan narsani to'sib qola olmaymanmi? Ya'ni bu yerda she'rdan olinadigan lug'atimiz kitabullohi bo'lyapti. Ya'ni Allohning qadari deb yoki Allohning hukmi deb ishlatilyapti lug'atda. Demak, kitabun qadar, hukm va arz qilmoq degan ma'nosi ham bor ekan. Va yuqalu arada bil kitabi ha hunal maktuba majazan kal hisabi bi ma'nal mahsubi. Bu yerda kitob so'zi bilan yozilgan hukm nazarda tutilgan. Yuqoridagi she'rni aytyapti. Bu hisob so'zining hisoblangan narsa ma'nosida ishlatilishiga o'xshaydi. Hisoblangan narsani ma'nosini bildirar ekan. Mana shunga ishora qilib o'tyaptilar muallif rahmatullohi alayh. Va yuqalu fi ta'rifil kitabi al-kitabu ta'ifatun min al-masail al-fiqhiyyati i'tubirat mustaqillatan ishtamalat anva'an aw lam tashtamil. Kitobning ta'rifi shunday deyiladi. Kitob mustaqil deb qaralgan bir guruh fiqhiy masalalar bo'lib, u turli xillarni o'z ichiga olishi yoki olmasligi ham mumkin. Fa qawluhu ta'ifatun kal jins va qawluhu min al masail al fiqhiyyati faslun akhraja bihi ghayraha. Bu yerda ta'ifun, ya'ni guruh so'zi jins sifatida kelgan. Fiqhiy masalalar degan
so'zi, ya'ni fiqhiy masalalardan degan so'z esa uni boshqa narsalardan ajratadi. Va qawluhu u'tubirat mustaqillatan ay ma'a qat'in nazar an tabi'atiha lil ghayri aw taba'iyyati ghayriha iyyaha. Mustaqil deb qaraladi degani bu kitobning boshqa kitoblarga bog'liqligi yoki ularning unga bog'liqligi e'tiboriga olinmaganini anglatadi. ليدخل فيه هذا الكتاب فإنه تابع للصلاة ويدخل كتاب الصلاة فإنه مستتبع للطهارات. Shuning uchun bu kitob, ya'ni kitob tahorat ham kiritiladi, chunki u namozga bog'liq. Namoz kitobi ham kiritiladi, chunki u tahoratga bog'liq. Ya'ni bu yerda kitoblarning nazariy jihatdan mustaqil bo'lishi mumkinligi aytilmoqda, ammo ularning amaliy bog'liqligi ham bor. Masalan, kitob tahorat mustaqil bir kitob sifatida qaralishi mumkin, lekin u aslida namoz bilan chambarchas bog'liq. Shuningdek, kitob solat ham mustaqil, lekin u tahoratga ehtiyoj sezadi. Demak, kitoblar mustaqil deb qaralsa ham ular orasida mantiqiy va amaliy bog'liqliklar mavjud. وقد اعتبر مستقلين أما كتاب الطهارة فلكونه المفتاح وأما كتاب الصلاة فلكونه المقصود الأصلي. ikkalasini tahorat va namoz, ya'ni kitoblarni mustaqil deb qarashgan. Tahorat kitobi kalit bo'lgani uchun, namoz kitobi asosiy maqsad bo'lgani uchun. فظهر من هذا أن اعتبار الاستقلال قد يكون لانقطاعه عن غير ذات كانقطاع كتاب اللقطة عن كتاب الآباء وكتاب المفقود وانقطاعهما عن كتاب الصلاة والزكاة. Shu narsa ma'lum bo'ldiki, mustaqillikni hisobga olish biror narsaning o'zga narsadan asl jihatdan ajratilishi sababli bo'lishi mumkin. Masalan, luqta kitobi, ya'ni luqta degani topilgan ashyo. Fiqhiy masalada kitobning luqta kitobining oboq kitobidan mafqud kitobining mafqud kitobdan ajratilgan. Oboq, ya'ni qochgan qul haqidagi fiqhiy masala. Mafqud bu yo'qolgan odam. Shunda ajratilgan. Ya'ni masalan, mana luqta kitobining oboq kitobidan va mafqud kitobidan ajratilishi, shuningdek ularning namoz kitobi va zakot kitobidan ajratilishi kabi. Va qad yakunu li ma'nan yurisu zalik كانقطاع الصرف عن البيوع والرضاع عن النكاح والطهارة عن الصلاة كما ذكرنا. yoki bu ajralishda sababchi bo'lgan ma'no bor. Xuddi sarf, ya'ni ayriboshlash savdodan, emizish nikohdan, tahorat esa namozdan ajralib turadi. Va qawluhu ishtamalat anva'an aw lam tashtamil lidaf'i qawli min yuqalu الكتاب جنس يدخل تحته أنواع من الجملة وكل نوع يسمى بالباب والباب اسم لنوع مشتمل على أشخاص تسمى فصولا. Uning so'zi turli xillarni o'z ichiga olgan yoki olmagan degan. Kimdir aytishi mumkin, kitob, ya'ni fiqhiy kitob bir turdir. Uning ichida turli xil bo'limlar bor. Har bir tur bob deb nomlanadi va bob bir turning nomi bo'lib, u ichida fasl deb ataluvchi shaxsiy xususiy bo'limlarni o'z ichiga oladi. Fa innal kitaba qad yakunu kazalika va qad la yakunu fa inna minal kutubi ma lam yuzkar fihi la babun wa la faslun ككتاب اللقطة واللقيط والآباق وغيرها على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. Kitoblar shunday tuzilgan bo'lishi mumkin yoki emas.
Ba'zi kitoblarda bob yoki fasl mavjud emas. Masalan, luqda laqit topilgan bo'ladi ma'nosida. Oboq, ya'ni obiq kabi kitoblarda bu haqda keyinroq bayon qilinadi inshaalloh. فلو لم يذكر ذلك ربما توهم ذلك فذكره دفعا لذلك فذكره دفعا لذلك. agar u masala zikr qilinmaganida ehtimol kishi u haqda noto'g'ri tushunchaga borgan bo'lar edi. Shuning uchun bu mavzu shu gumonni qaytarish uchun zikr qilindi. Shuning uchun uni zikr qilish aynan o'sha gumonni rad etish uchundir. والطهارة في اللغة النظافة وفي الاصطلاح عبارة عن صفة تحصل لمزيل الحدث أو الخبث عما تعلق به الصلاة سواء كان طبعا أو شرعا. lug'atda demak tahorat lug'atda poklikdir. Istilohda esa tahorat namozga bog'liq bo'lgan narsalardan hadas yoki najosatni ketkazish sifati. Bu tabiiy oddiy ya'ni yuvinish yoki shar'iy bo'lsin barobardir. Fa in qulta zikru aw fil hududi la yajuz qultu aw ha huna laysa bimani'ati al-jam'i fala tadurru al-hadd. Agar hadlarda yoki ya'ni aw so'zi ya'ni yoki degan so'z ishlatishi mumkin emas desang, men aytaman, bu yerda yoki so'zi ya'ni aw so'zi birini ikkinchisidan ajratuvchi emas. Shuning uchun ta'rifga zarari yo'q. Va innama qala amma ta'allaqat bihi as-salatu liyatanavala al-makan fa inna tahoratu shartun ala ma sayati. Namozga bog'liq narsalar deb aytiladi chunki u yerni ham o'z ya'ni makonni o'z ichiga oladi. Chunki makon pokligi ham shartdir. Bu haqda keyinroq bayon qilinadi. Qala sohibu diroya at-taharatu lughatan an-nazafatu va shar'an nazofatul a'dha'i salasati va mashu ar-ra's. Diroya muallif aytadi. Tahorat lug'atda poklik, shariatda esa 3 a'zoni qo'l, oyoq, yuzni, ya'ni yuz, qo'l, oyoqni yuvish va boshga mas qilish. Demak, sohibi diroya mana shu ta'rifni bergan ekan. Qultu haza ta'rifun g'ayru sahih li'anna at-taharatu 'ammu min al-wudu'. Muallif rahmatullohi alayhi ya'ni Badriddin Ayni aytadilarki, men aytaman, bu ta'rif noto'g'ri, chunki tahorat faqatgina tayammum yoki g'usulga cheklanmaydi. U vuzudan ham kengroqdir.